Bir yosh tuyuqsiz o'lib qopti. U yiroqdan bir narsaning qo'lida bir chamadonni ko'targunicha o'ziga qarab kelayotganligini his qildi va "Sen kim?" deb so'rabdi. "Men o'lim. Seni elib ketgili keldim. Biroq mening qilib bo'lolmagan ishlarim bakmi ko'p. Amal yo'q. Sening vaqting to'shdi" debdi o'lim. Undaqda qo'lingdagi chamadonning ichidagi nima? deb so'rabdi yigit. "Bu sening narsalaring" debdi o'lim. "Mening narsalarim? Mening kiyim-kechaklarim va mening pullarimmi? U narsalar azaldan sening emas. U degan yer sharining" debdi o'lim. "Undaqda mening aslimalarimmi?" "Yo'q, sening aslimalaring vaqtga tava" debdi o'lim. "Undaqda mening do'stlarim va ota-onammi?" "Yo'q, ular faqat sening hayotingdagi mehmonlar xolos." "Undaqda mening ayolim va bolalarimmi?" "Yo'q, ular sening yuragingga tava" debdi o'lim. "Undaqda men azaldan hech qanday narsaga erishib boqmadimmi?" "Undaq emas. Sen hayot vaqtingdagi har bir minut vaqt sana tava." Do'stim, dunyoda haqiqiy bizga tava narsa dal bizning tiniqimiz bor hayot vaqtimiz. Shunga hayotingizni ahamiyatli ishlarga atang. Hayotingizni qadrlang. Hayotning har bir shirin ta'midan huzur elishni biling. Hayotlikning o'zi g'alba. O'limdan boshqasi tomosha. Sog'lomlik bo'lsa bebaho go'har. Xo'shal yashash u bir qobiliyat.